Mana bugun rahbarlar uchrashuvida, markaz rahbarlar uchrashuvida ustozimiz Dildora Sulaymonova juda ham qimmatli, tengsiz bo'lgan bilimlarni ulashdilar. Aynan bugungi suhbatimizda mana shu networking klubda, markazlar uchrashuvida men uchun eng muhim bo'lgan ikkita savolim bor edi. Birinchisi struktura hamda tizimlashtirish edi va ikkinchisi o'quv bo'limini, ya'ni mahsulot ustida, sifati ustida ishlash edi. Bu haqida ustozimiz zo'r ma'lumotlar berdi. Masalan, struktura qanaqa tuzilishini o'rganib oldim hamda produkt ustida qanday KPIlar bilan, xodimlar ustida qanaqa ishlash kerakligi bilan va vakansiyalar bilan qanaqa ishlash kerakligi haqida ma'lumotlar oldim. Hamda eng muhimi, xodimlar motivatsiyasida ham KPI nima asosida qo'llaniladi, fiksiya nima uchun qo'llaniladi, o'quvchilar keldi ketdi, o'shalar hammasi haqida chiroyli yechim berdilar. Nasib, xudo xolasa kelajakda bunaqa uchrashuvlar ko'p bo'lishini tilayman va kelgusi ishlarimizda hamma o'quv markazlariga ham ulkan zafarlar, muvaffaqiyatlar tilayman. Ustozimizga ham katta rahmat.